kelin meni xizmatimni qilishga majbur, men unga o'g'limni berib qo'yibman, men unga uy berib qo'yibman, men unga joy berib qo'yibman deb turib, hali keladigan kelinlarni ham sizlar qo'rqitib qo'yyapsizlar. Shuning uchun bizning o'zbek qizlarimiz chet elliklarga turmushga chiqish qulay deb o'ylashyapti. Erkak ham ayoli bilan maslahatlashsa, u xotin quli, podkablushnik bo'lib qolmaydi. Aslida uni mavqei oshadi va ayolni unga bo'lgan ishonchi ham oshadi va erkakning ishini yurishida ayollarning uyda o'tirib qilgan duolarida gap ko'p, juda ko'p gapiryapmiz. Chunki u duo qiladi. Siz ko'chaga chiqib ketsangiz, erim ishlar yurishib ketsin, ilohim. Rizqini bersin, rizq nasibasi ulug' bo'lsin. Katta odamlar davrasida bo'lsin, yaxshi bo'lsin shu erim, sog' salomat bo'lsin, baxtimga, bolalarimni baxtiga deb so'raydi. Uni siz yo bilasiz, yo bilmaysiz. Shunday ayol sizga gapirib turgandan keyin nima uchun unga xiyonat qilish kerak yoki nima uchun unga noto'g'ri bo'lgan ishlarni qilish kerak? Umuman olganda oilaga qilingan xiyonat bu shaxsning o'ziga qilgan xiyonati, o'zini halovatiga, o'zini tinchligiga va unga berilgan ishonchiga qilingan xiyonat hisoblanadi. Ayol yig'lab keldi oldimga, yarim soat yig'ladi. Yarim soat yig'lagandan keyin aytdim, bo'ldi qil yig'lama dedim. Keyin yechim qidiramiz. Nima yechim? Amma tikuvchiman. Xo'p, nima qilish kerak? Monetizatsiya qilish kerak. Zo'r tikuvchi, zo'r pardachi, zo'r mutaxassis va men uni o'sha jarayonni o'zida biznesga yo'naltirib, reklamasini tayyorlab, pulga qanday borish kerak maqsadlarini qo'yib, sun'iy intellektda reklamasini to'g'rilab, yo'nalishini berib, qanday targ'ibot qilinadi va menga bir haftadan keyin telefon qilyapti. 10 kundan keyin, yolg'on bo'lmasa 10 kundan keyin telefon qilyapti. Shoirpa $12,000 pul ishladim va bu meni eng katta ishlagan ishim. Nimaga? Aslida qaynag'alar, qaynigechalar, qaynsingillar birontasining oilasiga ayrilishga haqqi yo'q. Nega? Chunki hamma oila bu individual, ya'ni er va xotindan iborat. Ular esa yaqin qarindoshlar maqomida turadi. Ko'p holatlarda kuzatamiz, ayniqsa kenja farzandlarni go'yoki hali kichkina bola, u yosh bola, uni aqli yo'q, u infantil, u oilasini boshqara olmaydi degan bir fikrlar bilan katta o'sha uydagi kattalar, o'sha qaynag'alar, qaynigachilar o'sha kichkinalarga bosim beraveradi, unga aql o'rgataveradi, unga yo'l yo'riq ko'rsataveradi va vaholanki uni ham yoshi bir 35-40 ga borib qolgan bo'ladi. Qo'yinglar o'z holiga. O'zini oilasini tartibga keltiradi, sarishta qiladi. Nimaga? Hammamizning resursimiz bir xil emas, hammamizning temperamentimiz bir xil emas, hammamizning energetikamiz bir xil emas, hammamiz nerviy sistemamiz har xil. Shuni hisobga olgan holda biz individual qaraylar deymizda. Mumkin emas. Qaynaga o'zini hurmatida o'sha joyda turaversin va qaynigachilar ham ko'pincha kelib shu ukasining hayotiga aralashaverib, oxir oqibatda buzib yuboradi. Nimaga? Odam o'zini qilayotgan ishini xatosini ko'rmaydi ko'p holatlarda. Men to'g'ri qilyapman. Men shunday qilsam bularga yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Aks holda uni dabdalasini chiqarib boramiz va bunday misollar nihoyatda ko'p. Ayniqsa qaynsingillar masalasida meni direktimga juda ko'p SMSlar kelib tushdi. Hurmatli qaynsingiljonlar, siz kelingizni yaxshi tarafini olingda, o'zingizni hayotingizni chiroyli qilib qurishga harakat qiling. Ya'ni kelinoyi bilan akani o'rtasiga tushib, ham o'zingiz yomon ko'rinmang, ham ularning hayotini buzmang. Ayrim erkaklar o'sha xotini bilan nimaiki ishi bo'lgan bo'lsa, chiqib onasiga aytib beradi. Buni amaliyotimizda ham juda ko'p ko'rganmiz. Aslida er xotinning o'rtasida juda katta sir bo'lishi kerak. Va u sir na ota-onaga, na aka-ukaga, na qarindoshlarga aytilmaydi. Vaholanki mana shu yerda yigitning o'ziga bo'lgan munosabati, bahosi pastligi, u hali bo'yi baland, katta bo'lgani bilan aqlan o'sha yetilmaganligi, oilaviy hayotdagi o'sha sir asrorlarni saqlay olmayotganligi, oilani boshqaruv tizimini bilmasligidan dalolat bu. Ya'ni erkak kishi uydagi hamma sirni saqlashi kerak. Bo'ladi shunaqangi amaliyotlarda, hattoki aytishadi, kechasi o'sha muhabbatli munosabatlarni ham chiqib ota-onasiga aytib beradigan yigitlar haqida gapirishadi. Bu sharmandalik va chegara bo'lishi kerak. Muloqotda, er xotin o'rtasidagi muloqotda boshqalarga aytilmaydigan gaplar bo'ladi va maksimal darajada oilani moliyaviy siri, ayolni eriga aytgan siri, erni ayoliga aytgan siri saqlanishi shart. Yaqinda bitta video ko'rib qoldimda, 3-shaxslar haqida. Ilmiy nuqtai nazardan oila ikkita odamdan iborat. Er va xotindan iborat. 3-shaxslar deganda qaynana 3-shaxs emas. Struktura nuqtai nazardan
qaynona o'sha oila tizimining eng asosiy bo'g'inida o'tiradi. Lekin uchinchi shaxslar bilan qo'shnilar, ovsinlar, qarindoshlar, atrofdagi odamlar, ishxonadagi odamlarning hammasi uchinchi shaxs hisoblanadi. Va oilaga uchinchi shaxsning aralashishga haqqi yo'q. Ya'ni er va xotin o'zaro bir-birini tushunib olishi uchun, bir-birini qadrlay olishi uchun, bir-biriga moslashib olishi uchun juda ko'p vaqt ketadi. Albatta uni orasiga yaxshi qilaman deb tiqiladigan bo'lsangiz, munosabatlarni biz o'zimiz bilmagan holda buzib yuboramiz. Masalan, qarang, ayoling ovqat sho'r qilibdi dedingiz yoki bo'lmasam bugun kun bo'yi ish qilgani yo'q dedingiz. Siz u bilan xotiningga qaragin, o'sha uyim ishlarini qilsin demoqchi bo'ldingiz. Aslida u erkakni, charchab kelgan erkakni miyasida boshqacha ta'sir qildida, uyga kirib xotinni do'pposlab ketdi. Muammo paydo bo'ldimi? Mana shunday holatlarda maksimal darajada tinchlik xotirjamlikni ushlash talab etiladi. Maksimal darajada. Nimaga? O'sha asab buzilib kelgan er, unga aytiladigan qaynona tomonidan har qanday e'tirozlar oilaning manfaatiga teskari xizmat qiladi. Ya'ni oilani buzib yuborishi mumkin. Ya'ni biz ko'p holatlarda ko'ramiz, aytishadi ham, yozishgan ham hattoki eri kelgandan qaynona qovog'ini osib oladi, jahli chiqib oladi, hamma narsadan norozi qilib shumshayib o'tirgandan keyin eri so'raydi-da, "Oy, nima bo'ldi? Sen mana xotiningda" deydi. Darrov yomonlashga tushadi. Nima bo'ladi? Kirib do'pposlasa, qaynona chehrasi ochilib xursand bo'ladi. Bu fakt bular. Nimaga bu darajada sizlar? Nimaga unda o'g'linglarni uylantirasizlar? Nimaga birovni xonadonidagi guldek qizini olib kelib o'g'lingizga berasizlar? Hattoki ba'zi gaplarni eshitib qolamiz, hayron qolamiz. O'g'limizni berib qo'ygandan keyin degan bir jumlalar ko'p chiqyapti-da, hurmatli onalar. Sizlar o'g'il tuqqandan keyin bilgansizlar u birovning jufti bo'lishi ekanligini. Sizlar u jarayonga tayyor bo'lishinglar kerak. Ya'ni mening o'g'lim erkak, u ertaga uylanadi, u ertaga oila boshi bo'ladi. Unga birovning xonadonidan, birovning 20 yilmi, 25 yilmi asrab avaylagan qizini olib kelib beraman. Men o'g'limga olib beryapman, juft olib beryapman deb qarashlarimiz kerak-da. Ya'ni gapimizni gapirayotgan paytimizda u internetlarda tarqalib yotibdi-da. Men unga o'g'limni berib qo'yibman. Olib yoting o'g'lingizni bo'lmasam, nima qilasiz uylantirib unda degimiz keladi-da. Biz ya'ni fikrlash tarzimizni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni o'g'limning jufti, o'g'limning rafiqasi, o'g'limning turmush o'rtog'i, o'g'limning farzandlarini onasi deb qarashni biz o'rganishimiz shart. Vaholanki bizni o'sha oila qadriyatlari haqida shuncha bong urayotganimiz havoga uchib ketyapti. Chiqyapsizlar deb bilgan gapinglarni gapiryapsizlar. Kelin meni xizmatimni qilishga majbur, men unga o'g'limni berib qo'yibman, men unga uy berib qo'yibman, men unga joy berib qo'yibman deb turib, hali keladigan kelinlarni ham sizlar qo'rqitib qo'yyapsizlar. Shu uchun bizni o'zbek qizlarimiz chet elliklarga turmushga chiqish qulay deb o'ylashyapti. Yo, jahlim chiqib ketadi-da, bu gapirayotgan gapini. Men unga o'g'limni berib qo'y. Berma. Olib o'tir o'g'lingni uyingda 50 ga chiqarib, 100 ga chiqarib. Yo, tavba qildim. Voshit men hayron qolib ketdim. Bu yerda yana bitta narsa bor. O'sha qizlarimizni hadeb er tanlab, ideal er xohlayotganligi ham bu juda katta muammolardan biri. Lekin men yaqinda bir tadqiqotni o'rganib chiqdim. Qizlar ancha rivojlanib ketgan. O'qiyapti, o'zini ustida ishlayapti, til o'rganyapti, harakat qilyapti, fikrlayapti, rivojlanish uchun, karyera qilish uchun, oila qilish uchun harakat qilyapti. Yigitlarda mana shunday harakatlar kuzatilmayapti. Va Telegramda Sovchi kanaliga kirsangiz, ko'pchilik o'sha yozyapti-da, hammasi ikkinchi xotinlikni da'vo qilyapti. Ikkinchi xotin hech qanaqa talab so'ramaydi-da. Ya'ni qiz bola olgisi kelyapti. Bu qizlar bu darajada qadriylarni pastga tushirib qo'ymanglar. U ertaga ikkinchi xotin ekanligingizni bilsa keladi, butun xotini nima deydi, qo'sh qarindoshlarini boshingizga yetaklab keladi. Bu bir. Ikkinchidan, farzand dunyoga keltirsangiz, avtomatik ravishda bu narsalar bilinadi. Bir umr sizda na tinchlik, na xotirjamlik, na halovat bo'lmaydi. To'g'ri, moddiyatingiz bo'lishi mumkin, pulingiz bo'lishi mumkin, mashinangiz bo'lishi mumkin, uyingiz bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy chin baxtingiz bo'lmaydi u yerda. Haqiqiy sevimli yor, sevimli rafiqa bo'lmaysiz. Meni qabulimga juda ko'p ikkinchi xotin bo'lgan ayollar keladi-da, oylab kelmaydi erim deydi. Keladi ham deydi, 2 soat yotadi, nari beri ishini qiladi yoki bo'lmasam turadi, ketadi deydi. Yoki kartoshka piyozini olib kelib tashlaydi-da, ketadi deydi. Men uni oylab kutaman deydi. O'zing tanlagan hayot. Agar siz yoningizda juftingiz bo'lishini xohlasangiz, to'g'ri juft tanlashni ham o'rganishingiz kerak. Ya'ni qanday qilsak biz normal erkakka,
Borinkani puli bor erkakka, boy erkakka turmushga chiqamiz. Lekin o'shanda ham o'zimizni darajamiz shu darajada bo'lsagina sizga xuddi shunday inson hayotingizga kirib keladi. Oila qurish arafasidagi yoshlarimizda, ayniqsa o'g'il bolalarda, erkaklarimizda deylik, yo yigitlarimizda deylik, to'g'riroq bo'ladi, rivojlanish yo'q. Sababi birinchi sabablari u uchun hamma narsani ota-onasi qilib bergan. Kirini yuvgan, ovqatini qilgan, ishga kuzatgan, ishdan kutib olgan, uy ishlarini qildirmagan, uni oilaviy hayotga tayyorlamagan, undan ortiqcha pul so'ramagan, uni bo'yniga mas'uliyat ilmagan, uni katta hayotga tayyorlamagan, uni ijtimoiy rollari borligini, ertaga oila qursa qaysi rollarni bajarishi mumkinligini aytmagan, nimaga tayyor uyga kelin olib kelyapti va aytishadiki, kelin kelsa o'zgaradi. Baraka topkurlar. Kelin kelgungacha shaxs sifatida rivojlangan bo'lishi kerakmi, yo'qmi? Uni aqliy intellekti, hissiy intellekti baland bo'lishi kerak va u ijtimoiy rollar, biz hammamiz rol bajaramiz. O'sha rollarga tayyor bo'lib oila qurish kerak. Oilaning iqtisodiy funksiyasini birov bajarib bersa, oiladagi muloqot funksiyasini onasi bajarib bersa, oiladagi reproduktiv funksiyasini qizi ota-onasi bajarib bersa, doktorga olib borsa, lecheniya qildirsa, boshqa qilsa-da, erkakni obro'si, hurmati shundan keyin tushib boryapti. Va ularni qo'yayotgan talabi, hattoki muloqotda qo'yayotgan talablarni eshityapmiz, chunki qizlar juda ko'p qabulimga kelyapti oila qurish arafasida. Qancha oila olasiz, qancha pul topasiz va oilaga qancha pul hissa qo'shasiz deyapti yigitlar. Bu sharmandalik emasmi? Ayol kishidan pul so'rash, ayol kishining qancha oylik olishi, ayniqsa qiz boladi, qayerga sarflashi, u oilasiga sarflaydimi yo'qmi uni so'rash, uni o'zi sharmandalik aslida. U yigitni g'ururi bor yigitlar unaqa savollar bermaydi olmoqchi bo'lgan qiziga. Boshqacha savollar beradi. Ya'ni qiz kelyapti-da, aytayaptiki, siz meni farzandlarimga namunali ota bo'la olasizmi deyapti. Farzandlarimning ehtiyojlari, rivojlanishi uchun hissa qo'sha olasizmi degan savollar beryapti. Qizlar juda aqlli, juda dono qizlar. Lekin yigitlarimizda mana shunday izlanish, rivojlanish, fikrlash yo'q. Nimaga? Hamma narsani u uchun ota-onasi tayyor qilib beryapti. Hurmatli ota-onalar, farzandinglar bundoq sal katta bo'lyapti, mas'uliyatni bo'yniga yuklanglar. Oila mas'uliyatini ham, pul topish mas'uliyatini ham, hunar o'rganishmi, kasb o'rganishmi bo'yniga qo'yib qo'yinglar. Juda obro'siz bo'lib qolyapmiz. Ko'p, men o'zim ham ko'p gaplashyapman. Qizlar e'tiroz qilyapti kelib. Shoirpa mana shunaqa gap deydi. Menga tegsangiz, yana bitta narsa degan, siz meni oilamga nima hissa qo'shasiz menga tegsangiz? Voy, sen buni baxtli qilish uchun nima hissa qo'shaman degan savolni ber o'zingga. Qarang, potrебитель, iste'molchi yigitlarda, ya'ni unga nimadir qilib berishga, sen ona olmayapsan, sen ayol juft olyapsan o'zingga. U seni hamma ehtiyojlaringni onang qondirib bergan, lekin bu jufting seni. Buni o'zini funksional vazifalari bor. Buni o'zini seni oilangga qo'shadigan o'zini hissasi bor. Lekin sen meni oilam uchun nima qilib berding? Sen nima qilib berding bu qiz uchun? Hali bo'lmagan oilalarda mana shunaqangi bir savollar borda, nimaga? Oilani to'g'ri tartibli qurish sistemamiz yo'q. Shu uchun ham ajrimimiz ko'p. Shu uchun ham har qurilayotgan oiladan ma'lum bir foizi yasha olmay ketyapti. Nimagaki boyagi yigitlarimiz bir og'iz gapidan qizlarimiz uni qanaqa ekanligini bilib olyapti. Ya'ni bunga oila qursa, o'zini, hayotini, farzandlarini bu insonga ishonsa bo'ladimi, yo'qmi degan savollar paydo bo'lyapti qizlarda. Va ko'pchiligi ishonmayapti. Buni deydi, men oyligimni so'rasadi, men o'sha oyligimni uyimga olib boraman-ku, deydi. Qayoqqa olib boraman? Kommunalkam to'layman, bolalarimni yediraman, produktni qilib borishim mumkin, men ota-onamga olib borib bermayman-ku, deydi. Lekin mana shunday savollar berilyapti. Bu degani o'sha yigitlarimizni oilaviy hayotga, shaxsiy rivojlanishga, kerak bo'lsa biznesga rivojlanishga ham juda katta bir kuch sarflashimiz kerakligidan dalolat bu. Bu tahlillarimiz bizni. Biz hozir men bilganlarim haqida gapiraman. Bilmaganlarim qancha. Erkak kishi xiyonat qilishning birinchi sabablari venerik yo'llar bilan, ya'ni teri tanosil bilan yuqadigan kasalliklar haqida axborotga ega emas. Toshkent shahrida umuman respublikada ham ko'p kuzatamiz, SPID, ya'ni OIV kasalliklari, aynan jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar juda ham ko'paygan. Undan tashqari 20 dan ortiq venerik kasalliklar bor, ya'ni juftlarni bir-biriga xiyonat qilish natijasida paydo bo'ladigan, yuqadigan kasalliklar bor. Erkaklar bu kasalliklarning borligidan xabari yo'q. Endi kecha puli yo'q edi u erkakni,
bugun puli ko'payib qoldi. U nima qiladi? Xotini ko'ziga xunuk ko'rinadi, u boshqa bitta jononni qidiradi. Uni tanasida mingta kasallik bor. Uni sevmaydi, faqat puli evaziga o'zini hirsini qondirib keladi. Qanchalar achchiq bo'lmasin, bu haqiqat. Va buni ayoli biladi, farzandlari biladi. Ana shunda u erkakni shu oilada hurmati qoladimi, yo'qmi? U hurmatni undan keyin u zo'ravonlik yo'li bilan, bosim bilan egallamoqchi bo'ladi. Insonlar, hurmat qozoniladi. Hurmatni zo'ravonlik bilan, bosim bilan olib bo'lmaydi. Va xiyonatni juda ko'p faktorlari bor. Asosiy faktorlari xulq-atvorining buzilishi va shaxsning o'ziga nisbatan bahosining pastligidan kelib chiqadi. Bahosi baland erkak hech qachon xiyonat qilmaydi. Endi erini telefonini tekshirmaylar deb ko'p ham gapiramiz. Shaxsiy chegara bor, baribir erkakning telefonini kovlagan odam baribir nimadir topadi. U topgani uyini psixologik iqlimi uchun zarar bo'lgandan keyin yaxshi tegmay qo'ya qolgan ma'qul deyman. Lekin erkaklar ham o'sha ayolining unga bo'lgan ishonchini suiiste'mol qilmasligi kerak. Bu yerda ishonchlar suiiste'mol qilinadi-da, chunki oila ishonch asosida, sadoqat, mehr, muhabbat asosida quriladi-da. Bu yerda o'sha ayolni ishonchi paymol bo'ladi. Bitta narsani aytib qo'yay. Ayollarning intuitsiyasi shunaqa zo'r ishlaydi. Hattoki 007 agentlaringiz ham topolmaydigan darajada agar sizni izingizga tushadigan bo'lsa, shunaqa materiallarni yig'ib qo'yadigan ayollar bor. Hattoki menga kelib aytib berishsa, men o'zim og'zim ochilib qoladi. Qayerdan sizlarda buncha qobiliyat desak, endi ko'nglimizga soldi deydi, intuitsiyamiz ishladi deydi. Baribir kalavani uchini topib deydi, baribir o'sha jarayongacha yetib bordik deydi. Telefoniga elektrik deb sahrangiz qo'yadimi, santexnik deb sahrangiz qiladimi yoki bo'lmasam ko'cha boshi deydimi, mahalla raisi deydimi, ayollar shunaqa. Topaman desa topadi. Bundan ko'ra tinchgina uyingizni g'alvaga to'ldirmasdan yaxshi bo'lib yashagan yaxshiroq deb hisoblayman. Ikkinchi masala, ayollarni o'zini ustida ishlashi. Ya'ni ayollar ham doim band bo'lib, o'zini ustida ishlab, rivojlanib, o'ziga qarab, bilimini oshirib boradigan bo'lsa, erkak bilan darajasi bir xil bo'ladi. Qanaqa darajasi? Erkak uydagi ayolini mavqeini pasayib ketayotganligini, u faqat o'sha maishiy muammolarga o'ralashib qolganini ko'radida va zerikishni boshlaydi. Shundan keyin u o'ziga qarab kimlarnidir e'tiboriga tushishni xohlaydi. Vaholanki aqlli dono ayollar o'zini rivojlantiradi. O'ziga vложение qiladi, o'ziga investitsiya qiladi-da va shu natijasida o'zi go'zal, chiroyli, aqlli, dono bo'lgandan keyin unday ayollardan erkaklar ketmaydi. Amaliyotimizda ya'ni ko'p ko'ramiz, ko'p oilalar bilan ishlayman. 5 ta farzandi bor bo'lgan oilani bilaman, endi o'zimga yaqinroq bo'lgan oila. Har doim eri kelib xotini bilan maslahatlashadi. Ayoli uyda o'tiradi, dono, juda ham aqlli, juda ham go'zal, juda ham latofatli va juda ham tafakkuri keng bo'lgan ayol. O'sha 5 ta farzandni ayol tarbiya qilyapti va turmush o'rtog'i kerak bo'lsa kunduz ovqatiga ham uyga keladi, kechqurun ujiniga ham uyga keladi. Ayolidan boshqa odam bilan maslahat qilmaydi va ayolini o'sha birgalashib qilganida va bizneslari juda ham gullab yashnab ketgan. Nimaga? U yerda bir-biriga ishonch bor, u yerda pokizalik bor, u yerda halollik bor va erkak va ayol bir-birini muloqotida yarim og'iz gapidan ham bir-birini tushunadi. Mana shunday bo'lishi kerak o'zi aslida oila. Erkak ham ayoli bilan maslahatlashsa, u xotin quli, podkablushnik bo'lib qolmaydi. Aslida uni mavqei oshadi va ayolning unga bo'lgan ishonchi ham oshadi va erkakning ishini yurishida ayollarning uyda o'tirib qilgan duolarida gap ko'p, juda ko'p gapiryapmiz. Chunki u duo qiladi. Siz ko'chaga chiqib ketsangiz, erim ishlari yurishib ketsin, ilohim. Rizqini bersin, rizq nasibasi ulug' bo'lsin. Katta odamlar davrasida bo'lsin, yaxshi bo'lsin shu erim, sog' salomat bo'lsin baxtimga, bolalarimni baxtiga deb so'raydi. Uni siz yo bilasiz, yo bilmaysiz. Shunday ayol sizga gapirib turgandan keyin nima uchun unga xiyonat qilish kerak yoki nima uchun unga noto'g'ri bo'lgan ishlarni qilish kerak? Umuman olganda oilaga qilingan xiyonat bu shaxsning o'ziga qilgan xiyonati, o'zini halovatiga, o'zini tinchligiga va unga berilgan ishonchga qilingan xiyonat hisoblanadi. Ajrashish yoqasiga kelib qolgan. O'zi oilalar ajrimgacha kelish kerak-da mutaxassis oldiga. Ajrashishgacha jarayonda ba'zan sud jarayonidan ham keladi-da. Mahallalar jo'natadi, boringlar deydi, bu oilani ajratib bo'lmaydi deydi. Rostdan ham ko'rib o'tiradigan bo'lsangiz, bu muammolar yillar davomida yig'ilgan bo'ladi-da. Yosh oila deganimiz bu 10 yoshgacha, 10 yil yashagandan yosh oila hisoblanadi hali. Oldin 10 yil yashaganlar bu katta oila hisoblanardi. Ya'ni bo'lak, ularning o'sha sharoitlari bor, farzandlari bor.
alohida uy joylar qilingan, bir hayotiy yo'lga tizimlashtirilgan oilalar katta oila hisoblanadi. 10 yillik oila deyilardi. Hozirgi tadqiqotlarda 10 yillik oila bu yosh oila hisoblanadi. Ya'ni bir-biriga moslashib, bir-birini tushunib, bir-birini his qilib, o'sha qadriyatlarga tushib olish uchun 10 yil vaqt ketgan bo'ladi. Hali bular katta tajribali oila emas. Endi yosh oilalarning asosiy o'sha qabulga kelganda muammosi o'rganiladi. Nimaga ajrashmoqchisizlar? Sababini ko'rsatib beringlar deymiz. Sabablarini ko'rsatib bera olmaydi. Aynan mana shu faktor uchun ajrashyapmiz deya olmaydi-da. Ha mayda chuyda ikir-chikir yillar davomida hal bo'lmagan masalalar, erning xotinidan kutuvlari, xotinni eridan kutuvlari ham qanaqa? Mehr bermadilar, e'tibor bermadilar, gulob kelmadilar, men bilan gaplashmadilar, oilalari bilan gaplashadi, pul bermaydi. Mana shunaqangi bitovoy muammolarda, ya'ni maishiy muammolar. Yigit bilan gaplashsangiz, aytganimni qilmaydi, qaysar, uyiga yaxshi qaramaydi. Bolalar bilan band endi 3 ta bola kechirasiz, 3 tomondan to'zib tursa, qanaqa poshon saroy bo'lsa ham dabdala bo'lib ketadi. Bolalar bilasizlar, giperaktiv bolalarni hammasi. Sabablarni ko'rsatib ber. Aniq deyman, menga aniq sabab ko'rsatib beringlar ajrashishinglar uchun deyman. Sabab ko'rsatib berisha olmaydi birinchi navbatda. Xiyonat qildi xotinim, yoki erim xiyonat qildi, yoki boshqa xotin olib oldi, yoki men umuman yashashni xohlamayman degan programmalar juda kam-da. Hatto xiyonat qilsa ham ayollar yashayapti o'sha yer bilan. Ikkinchi xotin olsa ham yashayapti-da, chunki yaxshi ko'radi erini, oila degan juda katta mavqeini yo'qotib qo'yishni xohlamaydi va farzandlarni otasiz qilishni xohlamaydi. Lekin ayol ichidan nima bo'lsa bo'layotadi. Mana shunday holatlarda endi o'zini oila psixoterapiyasi bor. Uni men ko'p ishlayman. Avval ikkalasini eshitib olaman. Chunki siz yoningizda o'tirgandan keyin albatta hamma bir-birini aybdor qiladi. Hamma bir-birini kamchiligini aytadi. Men aytaman, shu yerda to'xtanglar endi deyman. Endi alohida gaplashamiz deyman. Sen o'zingni kamchiligingni ayt deyman. Oilada yo'l qo'ygan xatolaring. Nimalarga qanday xatolarga yo'l qo'yding deyman. O'ylashga majbur bo'ladi u. Chunki xatolarni agar aytmasa, men uni xatolarini topib beraman. Vaqtida uyga kelmagan. Yarim kechasigacha o'rtoqlari bilan hali kafeda, hali u yoqda, hali bu yoqda yurgan. Ayol bir o'zi kutadi, ovqat qilib qo'yib kutadi. Ertasi kuni barib kech keladi deydi, ovqat ham qilmaydi yoki kutmaydi. Nega kutib o'tirmading deb janjal qiladi. Soat 2da, 3da, 4da kirib keladimi? Muammolarni qarang qanaqa. Haqiqatki soat 10da, 11da uyingda bo'l, sen oilali odamsan-ku. Sen farzandlaringning otasisan, seni rollaring almashgan. Mana shunaqangi qilib nima qilamiz? Yoki umuman xatolarini, kamchiliklarini o'zi ko'rganidan keyin unda anglash boshlanadi. To'xta, men o'zim buzayotgan ekanman oilamni. Yigit ham, qiz ham, erkak ham, ayol ham bir xil ishlaydi. Faqat ikkalasining dasturi alohida va alohida ishlangandan keyin ikkalasiga oila sistemasi bo'yicha vazifalar beriladi. Bor uyingda o'tirib bajar, bor to'g'rilab kel. Va ikkinchi, uchinchi endi terapiya har xil davom etadi. Ba'zi oilalarni yarashtirganimda 3 oylab ham vaqtim ketgan. 3 oy ketgan. Erini to'g'rilasangiz, xotini ming'illashni boshlaydi, xotinni to'g'rilasangiz, erini e'tirozlari bo'ladi. Oxir ikkalasini o'tkazib turib, 4 soat, 5 soat ham vaqtim ketgan bitta oilani bitta nuqtaga biriktirib, oilasini ssenariysini tuzib, ikkalasi bir-birini qo'lini ushlab, bir-biridan kechirim so'rab, peshinasidan o'pib qo'yib, antga olib chiqib gul berib, keyin uyga olib ketgan holatlarim lekin ko'p. Rossa katta resurs ketadi oila terapiyasida. U juda murakkab jarayon. Chunki bilasiz, shu oila ajrashmaydi. Lekin ular shunaqangi kek bilan turadiki, o'rtada kimdir turtki bersa bo'ldi, ular yarashib ketadi. Lekin o'zlari bir-biriga turtki bera olmaydi. Chunki mana bu yerda mix turadi-da, mana bu yerga tiqilib. G'urur degan bir tiyinga qimmat, kerak emas, er-xotin o'rtasida kerak emas degan bitta vosita bor. G'urur. Meni g'ururim yo'l qo'ymayapti. Aytib turdim men sana g'ururingga. Tur o'rningdan deyman. Oilang 4 ta bola. Yosh bola emassanlar-ku. Nechiga chiqing? 35, nechiga chiqing? 40. Oldinda 40 yil umr bormi yo'qmi deyman. Mana shunaqangi qilib jostki turaman oilada. Qattiq turib yarashtiriladi. Yumshoq, voy, becharalar yo'q deyman. Oila ajrim yechim emas. Ajrim yechim bo'ladi qachon uni o'zini faktorlari bor. Er o'ta narkoman bo'lsa, o'ta ichuvchi bo'lsa, o'ta zolim bo'lsa, uradigan bo'lsa, bir tiyin pul topmaydigan bo'lsa, uyda ertadan kechgacha kompyuter o'ynab, telefon o'ynab, topgan pulini qarzga, telefon o'yinlariga har baloga tiqadigan bo'lsa, u yerda ham ayol o'zi qaror qabul qiladi. Yashash kerakmi bu er bilan? Yashamaslik kerakmi? Psixolog hech qachon ajrashgin degan gapni gapirmaydi. Yaqinda bitta video ko'rib qoldim.
psixologlarning ko'pini kamsitib video qilishyapti-da. Psixologlar, haqiqiy sof mutaxassislar, oila mutaxassislar ajrimni targ'ibot qilmaydi hech qachon. Hech qachon ajrim, men o'zim shaxsan ajratmayman, qo'ymayman. Oxirigacha boraman, ko'raman, oxirgi kaplada ham oila yarashib ketish holatlari ko'p bo'ladi. Men yarashib ketganini qayerdan bilaman? Qaytib kelishmaydi. Tinchib ketishadi, zo'r bo'lib ketishadi va bayramlarda yo'qlab kelishadi. Ana shundan bilaman, Osholpa rahmat, shu paytda shunaqa bo'luvdik deydi. Va o'sha oilani yarashtiruvni ichida bundoq ko'raman. Biznes boshlash kerakmikin yoki erkakni kasbini, hunarini almashtirish kerakmi yoki ayolni bironta bir kasbga, hunarga yo'naltirish kerakmi deb harakat qilganimni o'zida mingta tadbirkor ayol chiqardim, oilaviy tadbirkor. Ajrashaman deb kelgan, ajrashaman, bu er bilan yashamayman, erim pul topmaydi, erim pul bermaydi deb kelganini o'zida mana shu oxirgi 5 yillikda mingta tadbirkor ayol chiqarganman. Tadbirkor qanaqa? Kasbini, hunarini almashtirib o'sha yo'nalishga yo'naltirganman va oila tinch. Er pul topmaydi, topsa ham xotiniga bermaydi. Telefon o'yinlariga qaram bo'lib qolgan. Telefondagi bo'llar bo'lmasa o'yinlarga pul tikadi, undan qarz, bundan qarz, bundan qarz va 4 ta o'g'il uylanish arafasida. Endi uylanadigan bo'y yetib qolgan. Nima qilish kerak? Ayol yig'lab keldi oldimga. Yarim soat yig'ladi. Yarim soat yig'lagandan keyin aytdim, bo'ldi qil, yig'lama dedim. Keyin yechim qidiramiz. Nima yechim? Aman tikuvchiman. Xo'p, nima qilish kerak? Monetizatsiya qilish kerak. Zo'r tikuvchi, zo'r pardachi, zo'r mutaxassis va men uni o'sha jarayonni o'zida biznesga yo'naltirib, reklamasini tayyorlab, pulga qanday borish kerak maqsadlarini qo'yib, sun'iy intellektda reklamasini to'g'rilab, yo'nalishini berib, qanday targ'ibot qilinadi va menga bir haftadan keyin telefon qilyapti, 10 kundan keyin, yolg'on bo'lmasa 10 kundan keyin telefon qilyapti, Shoarpa $12,000 pul ishladim va bu meni eng katta ishlagan ishim. Nimaga? Ustoz shogirdni boshlagan. Yoki undan tashqari yana xuddi shunaqangi muammo, idish tovoq yuvadi, ayol bor yo'q 200,000 pul topadi, eri pul topmaydi, topsa ham pul bermaydi. Umuman tepsa tebranmas deb bahona qilib keldi. Erim bilan ajrashaman, yashamoqchi emasman, jonimga tegib ketdi. Bu erkak bilan yashab bo'lmaydi. Umuman pul topmaydi, men bilan yaxshi gaplashmaydi. 2 ta qizim bor. Qizim uchun shu erkak bilan yashashga majburman va biznesga yo'naltirdik, oilaviy biznes. Hozir 50 ta ishchi o'rin yaratgan. Jitaur mashinasi bor, eriga kobaltlar olib bergan, 2 etajli uchastkalar sotib olishdi va juda katta ishlab chiqarish va optim biznesga o'tib ketdi va rahmatlarini aytadi. Bu mana shu eng katta rezultatim 5 yilda umralarga borib keldi, ota-onasini hajlarga jo'natdi. Mana sizga natijamiz. Qanday xursand bo'lmaysiz? O'zi ajrashaman deb keluvdi. Bo'pti, ajrash yo'qot, bu eri bo'lmaydi senga deyishimiz ham mumkin edi. Lekin unaqa demadik. Aytdim, to'xta. Yechimni boshqa tomonlama ko'ramiz. Chunki men strategman. Men alternativa qidiraman har doim. To'xta, bo'lmadimi? Xo'p, yechim qidiraman va baribir yechim topishga harakat qilaman. Yechimni maqsadga yo'naltiraman, harakatga tushiramiz, uni keyin biznesga yo'naltiramiz, kun tartibiga qo'yamiz, rejaga qo'yamiz va uni amalga oshirganimizning natijasi. Bu bitta dona natijasi. Bunaqa natijalarim juda ko'p. Endi hammasini to'g'ri birdaniga esimga tushmaydi, lekin katta natijalarim mana shunaqa. Siz ushbu videoni oxirigacha ko'ryapsizmi? Demak, siz oilangizga befarq emassiz. O'sishga, rivojlanishga tayyorsiz va farzandlaringiz taqdiri uchun o'z ustingizda ishlashni ham istaysiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizni yanada yaxshilashga, oila mavqeini jamiyatda chiroyli qilib ko'rsatishga tayyorsiz. Aynan o'zini ustida ishlaydigan, rivojlanishni yaxshi ko'radigan, o'zini iqtidorini yuzaga chiqarishni xohlaydigan ayollar uchun sevimli ayol formulasi loyihasiga start berdik. Kursimiz Toshkent shahrida onlayn hamda offlayn bo'lib o'tadi. Onlayn formatda dunyoning istagan nuqtasidan qatnashishingiz mumkin. Kursda sizni nimalar kutmoqda? 8 ta chuqurlashtirilgan dars, har biri 2 soatdan. Milliy qadriyatlar va amaliy psixologiya uyg'unlashtirilgan ish beradigan texnikalar, darslarning video yozuvlari va foydali PDF materiallari. Doim sizni qo'llab-quvvatlovchi yopiq Telegram guruh. Ustoz, ya'ni men bilan shaxsiy nonushta va savol-javob sessiyasi. Kurs yakunida sertifikat va diplom hamda tantanali bitiruv marosimi. Ushbu kursimizdan keyin sizning hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'ladi?
O'zingizni anglab, o'zingizga bo'lgan bahoni oshirib, ichki energiyangizni yuqori nuqtalarga ko'tarib, sevimli ayolga aylanasiz. Turmush o'rtog'ingizning xarakterini o'rganasiz, tushunasiz va u sizning oldingizga oshiqadigan bo'ladi. E'tirozlaringiz, og'riqlaringiz va dardlaringizni janjalsiz yetkazishga o'rganasiz va o'zingizda sog'lom fikrlash odatini shakllantirasiz. Yangi davr bolasi bo'lgan farzandingizni to'g'ri tarbiyalash usullarini o'zlashtirasiz. Qarindosh urug'lar bilan himoya saqlagan holda oilangiz chegarasini chiroyli himoya qilasiz. Uyingizni charchoqsiz, tizimli boshqarib, o'zingiz uchun ham vaqt ajrata olasiz. Oila byudjetini reja asosida shaffof va tizimli boshqarasiz hamda kerak bo'lsa eringizni boy qilasiz. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, hayotingiz, oilangiz va munosabatingizda tub burilish qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Pastdagi havola orqali kursimizga ro'yxatdan o'ting, siz bilan menejerlarimiz bog'lanadi.